Yo'q, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Days va bugungi videoda men Minecraftda mana shunday orolda yashab qolaman. Va bu orolda hech qanday daraxt yo'q, lekin mening maqsadim xullas yashab qolish. Bo'pti, unda video qiziqarli chiqishiga harakat qilaman. Bo'pti, unda video boshlanishidan oldin like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Men esa videoni boshladim. Xullas bolalar qaranglar, bu yerda hech qanday daraxt yo'q, faqatgina bela shakar qamish va bu yerda o't o'lanlar bor ekan. Xullas bolalar, birinchi shakar qamishda ekanmiz. Endi esa bolalar, biz o'zimizga reja tuzishimiz kerak. Ya'ni birinchi rejamiz bu yerdagi qumlar yig'ishtiramiz va bu joyga bitta kichkinagina uy quramiz. Keyingi rejamiz Ponni hamma joydagi o'tlarni nima desam bo'la. O'tlar buzamizda, donlarni to'plab, tovuqlar ko'paytirib, go'shini olamiz. 4-rejam o'zimizga bitta mol ferma quramiz. 4-chimidi, 3-chimidi? Xullas nima bo'lsa ham boshladik. Eng birinchi mana shu joydagi qumlarni qaziymiz. Va nihoyat mana oxirgi qumni ham oldik. Endi esa o'zimizga kichkinagina kulba quramiz. Kulbani mana bunday qilsak, mana bolalar aytgancha meni Telegram kanalim ham bor. O'tib obuna qo'yinglar. Unda hozir obunachi juda kam. Shuning uchun sizlar obuna qo'ysanglar yaxshi bo'lar edi. Ko'p qo'yarmadimmikin? Sandstone. Nima uchun aynan sandstone qo'yayotganimni bilsanglar kerak. Oddiy qum tushib ketadi pastga. Men buni ko'p deb o'ylabman. Nabrotga bo'ldi-yu. Yana chaqum qaziymiz. Bolalar bu yerda mol toppardim, o'ltirib yuboramiz. Ya'ni bizga go'sht kerak. Ey, qayoqqa? Senimi? Mana. Xo'p, bitta go'sht bilan bitta lazer, ya'ni teri oldik. Yettita kerak endi. Xo'sh, buni qo'yamiz. Xullas, ana bo'ldi. Endi esa ikkinchi ish, ya'ni ham urug' olamiz, ham mabodo tovuq bo'lsa, ularni bitta joyga qamab qo'yishimiz kerak. Nimaligini bilsanglar kerak, yana bilmadim. Xullas qamab qo'yamiz tovuqlarni. Bolalar aytgancha hozir bizga juda ko'p go'sht kerak. Ham desa bolalar, bunda kechqurun tushsa nima qilamiz? Baba uxlashga yotoq yo'q. Zerikamiz. Afagenlik qilamiz. Ya'ni AFK. Bu o'tlarni yulorib odam ham zerikib ketarkan. Bolalar, bundan oldin men 1-2 marta o'ynab ko'rdim bu zonada. Shuning uchun men xuddi shuna rejalar tuzyapman. U zonalarda ham xuddi shuna qildim. Cho'chqa go'shti yeymiz. Ana hamali bizga buni juni kerak. Nimaligini bilasizlarmi yo'q bilmadim. Bo'lsa ham juni kerak. Sen esa bizga go'shting kerak. Son go'shtiga berasam yoki boldirmi? Qani qaysi birini?
O ana. Endi esa bundan mana rost bola bu birinchi qismi bo'lishi aniq. Chunki bu joyda ikkinchi qismini ham chiqaraman. Bugun emas-u, rost ikkinchi qismini ham chiqaraman-da. Agar mashinaga 5 ta like bersanglar, ikkinchi qismini chiqaraman borlar. Shuning uchun 5 ta like beringlar. O'tgan video juda past prosmotr yig'ibdi bolalar. Mashina to'g'rilab qo'yaylik. Do'stlarga jo'natib. Maylimi? Bolalar ketib tushdi va o'sha odamlar, odam desa ham bo'lmaydi buni. O'sha hayvonlar kelishdi, ya'ni moblar. Birinchi o'rinda zombi bulardan biri. Go'sht yeb olamiz. Yana qoch. Tovuq chiqmaydi. Ajoyib. Lekin undan oldin o'ynaganimda tovuq chiqib tovuqni konini qilib tashladim-da. Zombini o'ldiramiz. Mana. Bolalar, sizlarga bitta savolim bor-da, qaranglar. Nima uchun mana shu Minecraftda cho'chqani boshiga olmosli shlem kiygizib qo'yishgan? Ha? Nima uchun? Na bir uni olib bo'lmasa, nima keragi bor ekan? Looting sehri bilan sehrlasa ham olmosli shlem tushmaydi u cho'chqaning o'zi. Nima unaqa qilgan ekan, hayronman. Agar kommentariyada yozib qoldiringlar, agar javobini bilsanglar. Bilmasanglar, men bilmadim deb yozib qoldiringlar. Nima bo'lsa ham kommentariy yozinglar. Bolalar, zo'rg'a qochib qutuldim. 64 ta 4 ta chiqdi urug'. O ana yalmog'iz. Uy. Biz endi ertalabgacha afk qilib o'tiraman. Bolalar, sabrim chidamayapti. Men baribir chiqaman. Xo'p, hazillashdim. Hozir kirib ketaman. Undan oldin yo'q. O bizga boshqa har xil damlamalar o'tadi. Va ana slow damlamasini otib qo'ydi. Voy. Yarimta jonimiz qoladi. Shuning uchun jimgina o'tirish kerak edi ekan. Afsus. Bolalar, yalmog'izni o'ltiryapman, qani o'zi. Yalmog'iz, bu yoqqa kel. Sen ati qilyapsan, ha? Yaxshisi. Yetirib olamiz. Jonimiz ketibdi. Bu degani yomon. Bunaqa qilib uni hayotda o'ltirolmaymiz. Yarimta jon. Ana. O'ldi. Hamma narsa o'ldi. Qochdik endi. Endi zotli jonimiz so'ldir. Ketdik endi. Yalmog'izni o'ldiramiz. Ana o'zi. Mana ke. Creeper. O ana. O'ldirdik va nihoyat.
Lekin undan cho'p tushganda degandim, cho'p tushdi. Cho'p bilan endi hammani uramiz. Cho'p bilan uramiz va o'lar. Hop, ana kamonda o'qigan bor ekan. Qayoqqa? Voy. O'zi bitta zargapaga chidamaydi, yana qochishini. Tovuq yo'qmi hech qayerda? Bundan oldin o'ynaganimda tovuq ko'ruvdim-ku. Qani tovuqlar? Hammasiga mana shu cho'chqa aybdor. Yo'qol. Bolam bilan qo'shilib yo'qol. Men senga yo'qol deyapman. Menimcha go'sht olindi. Aytdim-ku. Tashaveramiz. Men senga aytdim, yo'qol dedim. O'zi bitta zarbaga chidamay ekan bu ham. Linasida ham, bolasida ham xuddi shunaqa. Bitta zarbaga chidamaydi, yana o'zicha to'xtashadi. Las bolalar, endi biz hozir tovuq topolmadik. Shuning uchun ketdik, molni o'ldiramiz. Tovuq chiqa qol. Bu anabda tovuq chiqdi. Hozir molni shaqqa ham borasanmi? Kelib. Mana endi men oldim keladi. Lekin bu creeper ham oldim keladi. Ana yarimta jon ketdi. Bahonada mana ketgan. U yerda tovuq ko'rdim. Mana ekan tovuq. Bolalar aytgancha, bunda bizning maqsadimiz maqsadimiz nima bo'ladi? Topdim. Bizning maqsadimiz bitta katta qumli qasr qurish bo'ladi, bolalar. Shuning uchun bizga hozir loy kerak, qumli qasr qurish uchun. Hazırlaştım. Hozir loydan boshqa narsa qilamiz biz. O'zi nima qilishni ham bilmayman hozir. To'rtta tovuq bormi? Raqibtasini qamadim. Endi yana bitta kerak. Nimaligini o'zinglar bilasizlar. To'g'rimi? Qum qazish kerak. Bolalar ko'pchilik o'ylaydi, mana shunaqa to'xtatib qo'ygandan keyin kreativda qiladi o'ylay, lekin men umuman kreativda qilmayapman. Hammasini jonlida, ya'ni survival rejimda qilyapman. Umuman kreativ rejimiga o'tkazmayman buni. Ya'ni ponni survivalda bunda kuchayamiz. Hammasini mana qilib o'zim mana bu qo'limdagi arrow bilan, shu kamon o'qi bilan hammasini bitta buzib chiqaramiz. Bizga endi nima kerak? Bitta lapat kerak, lekin lapatga bizga kerak narsa yo'q. Xullas bolalar, uji ozginagina qum qazidim, lekin mana bizda qurolim bu qazish uchun narsa, bu esa tovuqlar chaqirish uchun. Xullas bu butunda hammaga xayr deb qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha